alaykum akalar. Mana shu mashinamiz sotiladi. Yaypan Jiguli Zapchas gruppamizda. Mashina Priora motor, moldinglar tarafida обшивка Alcantara, 5 talik korobka. O'zimizda Yaypanda turibdi mashina. Yaypanda turibdi. Men nomer qoldiraman. Shu nomerga aloqaga chiqilaveraman. Holati cho'tki. Holat cho'tki. Reseverlar qo'yilib, ustoz qilingan. Mashina holati polka kuzatida ish qolgan xolos. 74-yil mashina. Bu akamiz agar kimgadir proyekt qilib yig'moqchi bo'lsa, motorni pulida 1800 dollar qilib berishadi. Bo'ladigan to'rtta balonlar yangi holatda Euro diskalarda. Mashina ideal. Mashina holatlar cho'tki. Hozir test drive qilamiz. Yulishtirlari ham trassa polni bo'lgan. Hali qiziqqan odam uchun bu hech bo'lamasda. Sostoyansi cho'tki. Test drive qilamiz. Voy. Moshni. Akalar. Kim olsa vashi afsuslanmaydi. Mashina sal gazda uchyapti. Mashina holat ideal. Mashina holatda. Test drive. Zakonni razgon. Mashina ancha dadil. Mashina ancha dadil. Kim olsa baraka topiladi. Agar bu mashinani akalar kimdir proyekt qilmoqchi bo'lsa, Priora yil eski tuyulishi mumkin, lekin motorning puli 1800 dollar. Agar pulim bo'lganda o'zim olib qo'yaman. Meni rejalarim bor. Agar kimdir proyekt qilmoqchi bo'lsa, Priora motor bilan mana mashina. Sepleniya ham yumshoq. Speedometrlariga necha buni? Yaypan Jiguli Zapchas. YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da aktivmiz. Akalar a'zo bo'lib qo'yasizlar. Mana shu mashinamiz akalar. Holatlar zo'r. Korobka zatmoslar tanov. Bosib boramiz akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun shuncha video oldim.